Hazreti Aysoga sotqinlik qilgan Yahuda ularga olliburun men kimni söysem Ayso shu, sizlar uni tutib qattiq muhofazat ostida edib meninglar degan va söyish orqali belgi bermoqchi bo'lgan edi. U Udul Hazreti Aysoning oldiga berib, "Ustoz" deb uni söйdi. Çağda u boshlab kelganlar Hazreti Aysoga qo'l silib uni tutqun qildi. Hazreti Aysoning yeniklaridan biri qilichini sug'urib bosh ruhoniyning chaqirig'i urdi. Qilich chakarning qulog'iga tegib uni shilib tushiribdi. Hazreti Ayso sizlar qilich to'qmoqlarni ko'tarib meni tutqili kapsizlar. Meni qaroqchi ko'ryotamsizlar. Har kuni Merkezi ibadatxona hoylarida sizlar bilan birga bo'lib ta'lim beratdim. Bu chaqda tutmadinglar. Bu ishlarning yuz berishi muqaddas yozmalarda oldin aytilganlarning amalga oshirilishi bo'ldi dedi. Bu chaqda soqlarning hammasi uni tashlab kechib ketishdi. Hazreti Aysoning kaynidan faqat puchsig'i kandiraq yepinshaqlab olgan bir yosh agishib bo'lgan edi. Ular uni tutib oldi. Lekin u rahning ichidan sug'urilib chiqib yalıngaç pidi, keçip gitti. Ular Hazreti Aysoni baş ruhaninin oldiga elib berishdi. Bütün oli ruhaniylar, oqsoqollar va Tavrat ustozlari u yerga yig'ildi. Petrus Hazreti Aysoga toki baş ruhaniyning hovlisigacha yiroqdan agishib berib, hovlida qarovullar bilan birga sinib o'ltirdi. Oli ruhaniylar va bütün oli kengashma a'zolari Hazreti Aysoni ölüm cezasını mahkum qilish uchun isbot istedi, ammo topolmadi. Bir muncha yolg'on guvohchilar o'tirib chiqqan bo'lsa-mu, isbotlari bir-biriga moslashmaydi. Ularning ba'zilari o'rnidan turib, yolg'on guvohlik berib, biz uning inson qo'li bilan yasalgan bu ibodatxonni buzib tashlab, inson qo'li bilan yasalmagan boshqa bir ibodatxonni 3 kun ichida yasab chiqaman deganligini angladik dedi. Lekin bu haqdagi guvohliklarmi bir-biriga moslashmadi. Ondan bosh ruhoniy o'rnidan turib, jamoatning oldida Hazreti Aysoga "Qani, javob bermamsan? Ularning sening ustidan bergan guvohliklariga nima deysan?" dedi. Lekin Hazreti Ayso shuk turib, hech qanday javob bermadi. Bosh ruhoniy yana uningdan "Matiynishga loyiq bo'lgan Xudoning o'g'li, qutquvchi Masih senmi?" deb so'radi. Men dedi Hazreti Ayso, sizlar inson o'g'lining Qodir Xudoning o'ng yonida o'tirganligini va ko'kdagi bulutlar ichida keladiganligini ko'rsizlar. Bu so'zni anglagan bosh ruhoniy kiyimlarini yirtib tashlab, hamda boshqa hech qanday guvohchining hojati qolmadi. Sizlar uning kipriklarini angladinglar. Endi buningga nima deysizlar? dedi. Ular birdak uningga o'lim jazosi tegishlik deb hukm qilishdi. Bazıları onunla tükürüşkü başladı. Ular yana onun közlerini bağlap, muş itip, "Peygamber bolsan, etip bakına, seni kim vurdu?" deyişti. Qaravullar mı onu arsıga elib kaçatdı dedi. Petrus tüvendiki hovlida turatdı. Baş ruhaniyning dedaklaridan biri kelib, sinib o'ltirgan Petrusni ko'rib, onunla tiklinib qarab, "Senmi Nasralik Ayso bilan bir eding-ku?" dedi. Petrus bunu inkar qilib, "Sening nima davatqanligingni bilmadim, ham tushunmadim" dedi de tashqariga darvozaning oldiga chiqib turdi. Shu asnoda g'o'ras chilladi. Uning tashqarida turganligini ko'rgan yilqi dedak, u yerda turganlarga yana "Bu uning odami-ku" dedi. Petrus yana inkar qildi. Birozdan keyin u yerda turganlar Petrusga yana "Shubhisizki, sen uning shogirdlarining biri, talaffuzingdan sening bu jalillik ekanliging chiqib turmamdi" deyishdi. Petrus qasam qilib, "Sizlar davatgan odamni tonimayman, bo'lmasa meni Xudo ursin" dedi. Dal shu chog'da g'o'ras ikkinchi qitim chilladi. Petrus Hazreti Aysoning o'ziga
Oraz iki ketim çıllaştın burun. Sen mendin, üç ketim tanı sen. Degen sözünü esiga elip, ko'ngli buzilib, yig'lab ketdi.